Assalomu alaykum hurmatli yigitlar, kanalimiz a'zolari va bizni tomosha qilayotgan jamiki insonlar. Bugun siz uchun Amir Temur maqbarasi to'g'risida suhbatlashamiz. Amir Temur maqbarasida qanday voqealar sodir bo'lgan, qanaqa tarixga ega jamiki ma'lumotlarni bizni ushbu video darsimizda bilib olishingiz mumkin. Amir Temur maqbarasi 14-15 asrlarning yorqin namunasidir. Diqqat qilib qarasak, biz Amir Temur maqbarasi juda ham haybatli ekanligiga guvoh bo'lamiz. Amir Temur maqbarasiga kirish qismi 14-asrda 15-asr oxirlarigacha davom etgan bu majmua. Kirish peshtoqi 1402-1404-yillarda mana kameraning yuqori qismiga diqqat qaratayotgan bo'lsak, Muhammad ibn Ahmad Isfahoniy arab yozuvlarida yozilgan. Buni yorqin guvohini bo'lishimiz mumkin. Nima uchun Muhammad ibn Ahmad Isfahoniy yozuvi mana shu yerda bitilgan? Bunga sabab usta Isfahondan kelib, ya'ni Isfahon, Eronning Isfahon shahridan kelib, mana shu majmuani qurganiga guvoh bo'lamiz. Majmuaga diqqat qaratayotgan bo'lsak, bu duo shaklida qurilgan. Buning asosiy maqsadi majmuaga kirayotgan insonlar duo qilishi kerak. Shu uchun demak qurilgan. Ushbu majmuaga diqqat qaratadigan bo'lsak, bizni o'ng qo'l tomonimizda Muhammad Sulton madrasasi mavjud bo'lgan. Bu 2 etajdan iborat bo'lib, 1875-yilda zilzila tufayli qulab tushgan. Diqqat qaratamiz yuqori qismga. Yuqori qismga qarayotgan bo'lsak, peshtoqdagi yozuvlar Qur'ondagi Mulk surasi bo'lib, u har doimgidek o'ngdan chapga yozilgan. Endi mana bu majmuaga qaratamiz. Uni yuqori qismda Alloh yozilgan bo'lib, Alloh so'zlari pastki qismda Muhammad Ali so'zlari qaytadan takrorlangan. Majmuaning kirish qismida biz qarayotgan bo'lsak, bu yerda ham qurilish stili duo stilida qurilgan. Mana bu eshikka diqqat qaratsak, ushbu eshik Mirzo Ulug'bek tomonidan 1424-25-yillarda yopilib, mana bu yerdan qaytadan yangidan eshik ochilgan. Mirzo Ulug'bek aytadiki, barcha sayohatchilar, tashrif buyuruvchilar, agar mening bobomning bosh qismidan kirsa, u bizga hurmatsizlikdir deb, mana bu yerdan yangi eshik ochilgan. Ana diqqat qaratamiz bizni chap qo'l tomonimizga. Bu yerda xonaqoh mavjud bo'lib, xonaqoh ham 2 qavatdan iborat bo'lgan. Mana bu yerda ham Temuriylarga oid, demak, ayollarni yoki Temuriy shahzodalarni yoshligida vafot etganlarning qabri mavjud. Gumbazga diqqat qaratamiz. Gumbaz o'sha 14-15-asrda barcha obidalar, masjid, madrasa va mana shunaqa maqbaralar gumbaz shaklida qurilgan. Gumbaz 2 ta gumbaz bo'lib, birinchi gumbaz 12,5 metr, ikkinchi gumbaz 15 metr. Ikkalasi o'rtasidagi farq 10 metr. Diqqat qaratamiz, gumbaz ko'k va yashil ranglar juda ham mohirona foydalangan bo'lib, gumbaz qavurg'alariga diqqat qaratadigan bo'lsak, qavurg'alar soni 63 ta. Bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning 63 yoshlarida vafot etganligi sababli munosabati bilan qurilgan. Mana bu eshikka diqqat qaratamiz. Bu eshik 596 yillik eshik. Bu Mirzo Ulug'bek davrida qurilgan. Mana bu qismiga o'tganlarning oxirati obod bo'lsin deb yozilgan. Amir Temur bobomizning yuz surati birinchi bo'lib Rus arxeologi Gerasimov tomonidan qabri ochilgandan so'ng o'rganildi va Amir Temur bobomiz shu qiyofada degan taxminiy ravishda portret chizildi. Ko'rishingiz mumkin, Amir Temur bobomizning portreti. Ushbu suratda yagona xatolik Amir Temur bobomizning chap qo'l barmoqlariga uzuk taqilgan. Aslida Amir Temur bobomizning chap qo'l barmoqlari bo'lmagan. Endi mana shu majmuaning maketiga diqqat qaratamiz. Aslida majmua mana shu ko'rinishda bo'lgan. Kirish qismi, bu haqida ma'lumot berib o'tdik. Mana bu qismida xonaqoh, bu qismida esa Muhammad Sulton tomonidan, ya'ni Amir Temur bobomizning nabirasi tomonidan qurilgan madrasa 2 qavatli. Va mana bu yerda esa Temuriylar dahmasi, ya'ni Temuriylar shahzodalar Amir Temurga oid insonlarni, demak, qabrlari mana shu gumbaz ostida mujassamlashgan.
Mana bu suratga diqqat qaratamiz. Bu Xiva shahri. O'zbekistonning qadimiy shaharlaridan biri bo'lgan Xiva shahrini ko'rishimiz mumkin. Mana bu suratda esa Amir Temur bobomiz tavallud topgan shahri Sabz shahri. Amir Temur bobomiz onalari Takina xotin uchun qurilgan Oqsaroy maydonini ko'rishimiz mumkin. Va o'rtada 1996-yilda qadrdoshlagan Amir Temur bobomizni muhtasham haykallari. Ko'rib turibsizki, mana shu majmua Amir Temur bobomizning nabiralari Mirzo Ulug'bek tomonidan qurilgan kirish qismi. Aslida mana bu g'ishlarga e'tibor qilsangiz, sirlangan g'ishlar majmuaning tashqi tomonida bo'ladi. Amir Temur bobomizning nabirasi Mirzo Ulug'bek mana shu kirish qismini qaytadan qurayotgan. Bunga sabab Amir Temur bobomning bosh qismidan tashrif buyuruvchilar kirmasin, uni hurmatini joyiga qo'ysin degan maqsadda mana shu yo'lni tashkil etganlar. Amir Temur bobomizni davlat xaritasiga qaraymiz. Amir Temur bobomiz 1336-yilda 9-aprel kuni Samarqandga yaqin bo'lgan, ko'ryapsizlar, viloyat Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Xo'ja-Ilg'or qishlog'ida tavallud topganlar. Amir Temur bobomiz 1370-yilda hozirgi Afg'onistonning Balx shahrida qurultoyda Samarqandni poytaxt qiladi va markazlashgan davlatga asos soladi. Mana biz ko'ryapmizki, Amir Temur bobomizning davlat xaritalari. Rossiya hududi, Moskva, Rossiyaning poytaxti bo'lgan, Mo'g'uliston hududi, Xitoyning ba'zi bir qismlari, Hindiston. Mana bu Hindistonning poytaxti Dehli shahri. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin Afg'oniston va Isfaxon, mana bu yerda Fors, bu Eron hududi, Bag'dod, Iroq hududi, Damashq, Suriya, mana bu yerda Misr, Qohira, Misrning poytaxti. Va 1402-1404-yillarda Amir Temur bobomiz Boyazid Yildirim bilan bo'lgan jangda g'alaba qozonib, Turkiyani ham qo'lga olishga musharraf bo'ladilar. Amir Temur bobomizning davlatlarini hozirgi kunda hisoblasak, 27 ta zamonaviy mamlakatdan tashkil topganligiga guvoh bo'lamiz. Diqqat qaratsak, bu Dehlidan Moskvagacha bo'lgan hudud hazil joyi emas albatta. Amir Temur bobomiz bog'lari haqida gaplashamiz. Amir Temur bobomizning Samarqand shahrida 12 ta bog'i mavjud bo'lib, mana bu birinchi bog'i Bog'i Behesht, ikkinchisi Bog'i Shamol, uchinchisi Bog'i Davlatobod, to'rtinchisi Bog'i Maydon, beshinchisi Bog'i Dilkisho, oltinchisi Bog'i Bo'ldu, yettinchisi Bog'i Naqshjahon, sakkizinchisi Bog'i Baland, 9-chi Bog'i Nav, 10-chi Bog'i Gulbog', 11-chi Bog'i Jahonnoma, 12-chisi ko'rishimiz mumkin Bog'i Chinor. Bittagina Amir Temur bobomizni Bog'i Baland degan bog'i hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Mana bu xaritadan ko'rishimiz mumkin Amir Temur bobomizning bog'larini. Amir Temur bobomizning shajaralariga diqqat qaratadigan bo'lsak, buyuk Amir Temur ibn Targ'ay, Muhammad Targ'ay Amir Temur bobomizning otalari bo'lgan. Ibn Targ'ay, ibn so'zining ma'nosi o'g'li. Muhammad Targ'ayning o'g'li Amir Temur deyilgan. Amir Temur bobomizning 4 ta o'g'li bo'lib, katta o'g'li Muhammad Jahongir 20 yoshda vafot etadi kasalligi sababli. Undan Pir Muhammad va ko'rabsizki Muhammad Sulton farzandlar qolgan. Muhammad Sulton katta o'g'li bo'lib, mana shu majmua Muhammad Sulton uchun barpo etilgan. Muhammad Sulton 29 yoshida Kichik Osiyodan qaytayotgan paytida ba'zi bir manbalarga ko'ra kasalligidan, ba'zi bir manbalarga jangda dushmanlar tomonidan o'ldirilgan degan ma'lumot bor. Amir Temur bobomizning ikkinchi o'g'li Umar Shayx Mirzo, Umar Shayx Mirzo ham juda ham kuchli va eng namunali xulqli farzandlardan biri bo'lib, Muhammad Jahongir va Umar Shayx Mirzo qabrlari hozirgi kunda Amir Temur bobomiz tavallud topgan shahar Shahri Sabzda joylashgan. Keyingi o'g'liga qarayotgan bo'lsak, 3-o'g'li Meronshoh. Meronshoh bobomiz ham Amir Temur bobomizning 3-o'g'li bo'lib, uning avlodlari Zahriddin Muhammad Bobur Hindistonda Boburiylar imperiyasiga asos solgan. Uning nabirasi ko'rishimiz mumkin Shohjahon Mirzo. Shohjahon Hindistonni dunyoning 7 mo'jizasidan biri hisoblangan Toj Mahalni barpo etgan. O'zining rafiqasi Mumtoz Mahal uchun Boburiylar imperiyasi 1858-yilda 1858-yilda o'z nihoyasiga yetadi. Boburiylar imperiyasi Hindistonda 332 yil hukmronlik qilgan. Amir Temur bobomizning so'nggi o'g'li Shohrux Mirzo. Amir Temur bobomiz 1405-yilda hozirgi Qozog'istonning O'tidor shahrida vafot etgandan so'ng Shohrux Mirzo taxtga keladi.
Shohruh Mirzo Amir Temur bobomizning so'nggi o'g'li. Uning o'g'lini ko'rishimiz mumkin Ulug'bek Ko'ragoniy. Amir Temur bobomiz ham, Mirzo Ulug'bek bobomiz ham Ko'ragoniy deyilgan. Amir Temur Ko'ragoniy, Mirzo Ulug'bek Ko'ragoniy. Ko'ragoniy so'zining ma'nosi kiyov, mo'g'ul tilidan olingan bo'lib, kiyov degan ma'noni anglatadi. Mirzo Ulug'bek bobomiz bizga juda ham ko'p meros qoldirgan. Bundan asosiylardan biri J Ko'ragoniy jadidi asari bo'lib, bu osmon jismlarini o'rganishga bag'ishlangan asar hisoblanadi. Amir Temur bobomizning yana ikkita qizi ham mavjud bo'lib, Og'abek xonim, ikkinchisi Sultonbaxt begim. Amir Temur bobomizning bizga 4 ta o'g'li, 2 ta qizi ma'lum. Amir Temur bobomizning maqbaralari ichki qismidan boshlayotganmiz. Ichki qismini yuqoriga qaratamiz. Yuqorida 12,5 metrdan tashkil topgan gumbazga ko'zimiz tushadi. Bu 12,5 metrlik gumbaz, yuqori qismida esa 15 metrlik gumbaz bo'lib, o'rtadagi farq, ikkita gumbaz o'rtasidagi farq 10 metrdan tashkil topadi. Bu gumbaz qurilishiga sabab o'sha davrda havo harorati o'rtacha saqlash maqsadida ushbu majmuada qabrlarda harorat bir xil bo'lsa, namlik bo'lmasligi uchun 10 metr gumbazda o'rtasida joy qoldirilgan. Keyin diqqat qaratsak gumbazga, o'sha davrda gumbaz qurilishiga yana bir sababni aytayotgan bo'lsak, o'sha davrda imomlar uchun, ya'ni Qur'on tilovat qilganda hamma eshitish uchun agar gumbaz shaklida qurilsa, ovoz hammaga yetib borgan. Aks sado uchun gumbaz qurilgan. Ikkinchi, mana bu yerga qaratamiz. Ushbu panjara 1424-yilda Amir Temur bobomizning nabirasi Mirzo Ulug'bek tomonidan bunyod etilgan. Buni yarim metr qismi hozirgi kunda Rossiyada Ermitajda saqlanadi. Diqqat qaratamiz, mana bu qabrlarga. Amir Temur bobomiz shunday vasiyat qiladi. Meni qabrimni ustozimni oyoq uchlariga qo'ying. Mana bu birinchi qabrga diqqat qaratsak, Amir Temur bobomizning ustozlari Mir Said Barakani qabrlari. Amir Temur bobomizning vasiyatiga ko'ra bu kishining qabrlari shu yerga qo'yilgan. Mir Said Baraka ba'zi manbalarga ko'ra bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam avlodlaridan degan rivoyatlar ham mavjud. Mana bu ko'k tosh sizga qora bo'lib ko'rinadi. Amir Temur bobomizning qabrlari. Bu Mirzo Ulug'bek bobomiz tomonidan Mo'g'ulistondan g'alaba bilan qaytgandan so'ng Mo'g'ulistondan olib kelingan va o'sha paytda 2 bo'lak bo'lgan. Yana bir ma'lumotlarga ko'ra, rivoyatlarga diqqat qaratsak, ushbu tosh 1740-yilda Fors shohi Nodir shoh tomonidan Eronga olib ketiladi. Olib ketayotgan paytlarda ushbu tosh yana sinib 2 ga bo'linadi. Bu shunchaki ma'lumotlardan biri. Keyin yana bir afsonani aytib o'taman. Amir Temur bobomizning qabri 1941-yilda ochilgan paytida 2-jahon urushi boshlangan. Amir Temur bobomizning qabri qaytadan qo'yilganda 2-jahon urushi o'z nihoyasiga yetgan. Bu ham afsona, haqiqatga yaqin bo'lgan afsonalardan. Amir Temur bobomiz bizga ma'lumki, 1405-yil 18-fevralda hozirgi Qozog'istonning O'tiroz shahrida meningit kasalligidan vafot etganlar. Mana bu Amir Temur bobomizning suyukli nabirasi Muhammad Sulton. Muhammad Sulton Amir Temur bobomizning suyukli nabirasi bo'lib, Amir Temur uni valiahd etib tayinlagan. Muhammad Sulton aslida Amir Temurdan keyin taxtga o'tirish kerak bo'lgan shaxslardandir. Mana bu kichik toshni ko'ryapmiz ustidagi, bu kishi valiahdlik nasib etdi, taxt nasib etmadi degan belgi. Muhammad Sulton 29 yoshida Kichik Osiyoda jangda vafot etgan. Uni Amir Temur bobomizning oyoq uchlarida Mirzo Ulug'bek bobomiz, Samarqandda 40 yil hukmronlik qilgan Mirzo Ulug'bek bobomiz ham shoh, ham olim. Mirzo Ulug'bek bobomiz o'zining vasiyatlariga ko'ra mana shu yerda dafn etilgan. Amir Temurning oyoq uchlarida. Amir Temur bobomizning 2 ta o'g'li Samarqandda, 2 ta o'g'li Shahrisabzda vafot etgan. Birinchi o'g'illari Jahongir Mirzo, Umarshayx Mirzo qabrlari Shahrisabzda, Samarqandda Shohruh Mirzo va Meronshoh Mirzo qabrlari Samarqandda joylashgan. Amir Temur bobomizning yonida Amir Temurning so'nggi o'g'li, merosxo'ri Shohruh Mirzo. Amir Temurdan keyin davlatni yana qayta tiklagan shoh hisoblanadi. Va keyingisi Meronshoh. Amir Temur bobomizning 3-o'g'li Zahriddin Muhammad Bobur bobomizning bobo kalollaridan hisoblanadi. Endi mana bu yerda kichkinagina 2 ta qabr mavjud. Kichkina qabrlar Abdurahmon va Abdulloh Mirzolarning qabri. Mirzo Ulug'bek bobomizning yoshligida vafot etgan farzandlari Abdulloh Mirzo va Abdurahmon Mirzoning qabrlarini ko'rishimiz mumkin.
Mana bu tog'ga diqqat qaratamiz. Bu tog' nima? Amir Temur bobomizning Buxorodagi 7 pirning biri Said Kilol bo'ladi. Said Kilolning o'g'li Said Umar Amir Temur tomonidan shu yerga olib kelinib bosh vazir bo'ladi. Amir Temur bobomiz buni diniy tomondan ko'p bilimli ekanligiga hayron qolib va Amir Temur buyruq beradiki, Said Umarning qabrini ham shu yerda bo'lsin deb. Yuqorida ko'rishimiz mumkin, tig'ning yuqori qismida otni yoli qo'yilgan. Bu yerda avliyo inson yotibdi, unga hurmat yuzasidan qo'yilgan. Buxoroda Bahouddin Naqshbandiy onalarini qabrlari ustiga ko'rishimiz mumkin. Samarqandda Xo'ja Doniyor alayhissalom qabrlarini yon qismiga mana shunaqa tig' qo'yilgan. Bu tig'ning ma'nosi bu yerda hurmatli bir avliyo inson yotibdi degan ma'noni anglatadi. Ayni azizlar, qurilish tizimiga qaraymiz. Bu ham qurilishi duo shaklida qurilgan. Bu yerga kelganlar duo qilishni eslatishi uchun. Endi diqqat qaratamiz mana bu yozuvlarga, bitiklarga. Ushbu bitiklar Qur'ondan va Imom al-Buxoriy sahih hadislardan yozilgan bo'lib, mana bu qismda to'rtburchak shakl ichida ikki dunyo sarvari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mo'tabar ismlari 4 marta yozilgan. Yuqoridagi tomchi shaklda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ismlari, Muhammad ismi, mo'tabar ism 3 marta yozilgan. 5 yulduzga qaraymiz. 5 yulduz islomdagi 5 ta faz. Biz bilamizki, birinchisi biz Alloh va uning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymon keltiramiz. Ikkinchisi biz har kuni 5 mahal namoz o'qiymiz. Undan keyingisi islomning 3-qonuni bu roza tutmoqlik. 4-tinchisi zakot bermoqlik. 5-tinchisi agar imkon bo'lsa haj, umrani ado etmoqlik. Endi mana bu toshga diqqat qaratamiz. Bu tosh onyx toshi bo'lib o'zidan nur o'tkazadi. Bu juda ham qimmatbaho tosh. Ko'rishimiz mumkin, ushbu tosh original, bunga qarab 700 yil bo'lib qoldi. Lekin tosh o'z xususiyatini yo'qotmagan. Qadimiy tosh hisoblanadi. Qabrlarning asli 4 metr pastda bo'lib, 4-5 metr pastda bo'lib, bu sayohatchilar uchun ziyorat qilinadigan ziyoratxona hisoblanadi. Endi ushbu majmuaga qaratayotgan bo'lsa, ushbu majmua qishki kuni ham, yozgi kuni ham bir xil temperaturada, harorat o'zgarmaydi. O'sha davrlardagi qurilish tizimini ko'rishimiz mumkin, qanchalik darajada mukammal bo'lgan. Ushbu devorlarga qaratsak, devorlarimizning qalinligi 5 metr. Gumbazning yuqori qismida yozilgan yozuvlarga diqqat qaratamiz. Faqat Alloh abadiy yashaydi degan yozuv yozilgan yuqori qismda. Pastki qismga qaratadigan bo'lsak, diqqatimizni bu yerda Muhammad, Ali, Alloh so'zlari bitilgan. Mana bu yerda Alloh, Muhammad va mana bu yerda Ali so'zlari. Azizlar, tarixiy obyektlar, majmualar yonida biz ko'rishimiz mumkinki, tut daraxti. Bu daraxt qadimda mana shunaqa maqbaralar yonida, majmualar yonida ekilgan. Bunga sabab o'zidan zaxni, namlikni tortib olishi uchun. Tut daraxti pastiga ko'ribski ahak bilan demak oqlanib qo'yilgan. Bunga sabab nima? Bu qurt qumursqalardan saqlanish uchun. Ana tut daraxtiga diqqat qaratamiz, biz uchun juda ham foydali. Buni biz bargidan ipak matosi tayyorlaymiz. Ipak matosi olishimizga. Mevasi juda ham shirin, asalga tenglashtiriladi. Buni keyin yog'ochdan o'tin, ya'ni qish kuni yoki boshqa narsalarda isinish maqsadida ishlatamiz va buning tanasidan, buning po'stidan biz qog'oz tayyorlash uchun ishlatamiz. Shu sababdan ham juda ham foydali bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Azizlar, bu tashnov deb nomlanadi. Tashnov nima? Qadimda Samarqand hududida hozirgi kunda ham shunday ko'p yog'ingarchilik bo'ladi. Qor yog'ingarchilik bo'lganda hamma suv, majmuadagi barcha suv mana shu yerga yig'ilib pastga ketadi. Bu tashnov, ya'ni qadimgi kanalizatsiya. Kanalizatsiya o'sha davrda juda ham puxta ishlangan. Buni Samarqandda, Buxoroda ochib ko'rishganlarida bu pishiqishdan ishlanganligi ma'lum bo'lgan, lekin bu juda ham mustahkam. Ko'rishimiz mumkin. O'sha davrlardagi hozirgi kanalizatsiyadan ko'ra o'sha davrda juda ham mustahkam ishlanganligiga biz yorqin guvohi bo'lamiz.